Eron bu yer chizib qoladigan Venesuela emas. Ular ham o'z kemalarini AQSh floti yo'liga ko'ndalang qo'yib, kimning asabi kuchliroq o'yinini o'ynamoqda. Tramp o'z shousining asiriga aylandi. Endi ortga yo'l yo'q. Trampning MAGA bazasi uzoq vaqt davom etadigan va amerikalik askarlarning tobutlari keladigan urushni xohlamaydi. Eron yuqori harbiy shaylik holatiga o'tdi. AQSh zarbasi kutilmoqda. Va bugun 12 kunlik urushdan oldingi davrga nisbatan yanada tayyorroq. Tramp uchun o'yin tugadi. Endi navbat haqiqiy urushga. Bu duelda faqat bir kishi omon qoladi yoki hech kim. Qiyomat zanjirining birinchi halqasi uzildi. Demokrat.uz bugun Yaqin Sharqda yuz berayotgan voqealarga to'liq oydinlik kiritadi. ...2026-yilning yanvar oyi nihoyasiga yetarkan, dunyo yana bir bor Donald Trampning geosiyosiy teatrida bosh rolni ijro etishiga guvoh bo'lmoqda. Bu safar sahna Fors ko'rfazi, ssenariy esa Eron bilan yuzma-yuz to'qnashuv. Ammo siyosatchilar va boshqa yetakchi tahlilchilarning fikricha, biz ko'rayotgan ulkan harbiy to'planish ehtimol harbiy urush emas, balki saqchili tashqi siyosatning navbatdagi shirin va tezda ta'mi yo'qoladigan bo'lagidir. Ammo Eron sariq siyosatchining shoularini shunchaki kuzatib o'tiradigan va unda ayniqsa ishtirokchi bo'lib qoladigan qo'g'irchoq davlat emas. Bugun forslar va AQSh o'rtasidagi qarama-qarshilik shu nuqtaga yetdiki, o'ta xatarli o'yin ustiga qurilgan shou real jang oldi holatiga ko'chdi. Ayni dam har ikki tomonning ham barmoqlari tepki ustida turibdi. Endi nima bo'ladi degan savolga dunyoning eng aqlli siyosatchilarining tahlillari asosida tayyorlangan ushbu video orqali javob olasiz. Videoga like bosish orqali esa kanalimizni va mehnatimizni qo'llab-quvvatlash esingizdan chiqmasin. Tramp uchun har doim shou natijadan muhimroq bo'lib kelgan. U Grenlandiya masalasida temir iroda ko'rsatib, keyin bir lahzada mavzuni yopib yuborgani va Venesuela prezidenti Maduroning o'g'irlanishini 74 ta so'zli tras posti bilan jahon shov-shuviga aylantirgani bunga yaqqol misol. Hozirda Eronga qarshi yo'llangan Abraham Lincoln aviatsiyasi ham aslida strategik quroldan ko'ra ko'proq ulkan dekoratsiyaga o'xshamoqda. Tramp 19 kun davomida yordam yo'ldadir deb jar solib, Pentagonning kutilmagan zarba berish imkoniyatini yo'qqa chiqardi. Bu harbiylar uchun xato bo'lishi mumkin, ammo reyting va shov-shuvga ishqiboz prezident uchun bu ayni muddao. Biroq shou o'ta xatarli o'yin ustiga qurilgan. Tramp Eronni zaiflashgan deb hisoblab, uni Venesuela modeli bo'yicha tiz cho'ktirishni xohlamoqda. Lekin Eron bu Venesuela emas. Nikolas Maduroni qo'lga olish bu bir kechalik flashbang effektini bergan bo'lsa-da, Oyatulloh Xomanayni yoki inqilob muhofizlari rahbariyatini nishonga olish Gartner bashorat qilgan qiyomat zanjirini ishga tushirib yuborishi mumkin. Trampning MAGA bazasi uzoq vaqt davom etadigan va amerikalik askarlarning tobutlari keladigan urushni xohlamaydi. Bitta Eron droni yoki raketasi AQSh kemasiga shikast yetkazishi bilan Trampning shousi nazoratdan chiqib haqiqiy qonli botqoqqa aylanadi. Eronning bunga javoban Hormuz bo'g'ozida o'q otish mashqlarini boshlagani esa bu teatrning ikkinchi pardasidir. Tehron ham Trampning uslubini o'rganib olgan. Ular ham o'z kemalarini AQSh floti yo'liga ko'ndalang qo'yib, kimning asabi kuchliroq o'yinini o'ynamoqda. Vaziyat shu nuqtaga keldiki, Trampning shousi kutilmaganda real qarama-qarshilikka aylanib ketdi. Endi AQSh shunchaki ortga chekina olmaydi. Aks holda Washington nafaqat Yaqin Sharqdagi strategik ustunligini boy beradi, balki butun dunyo ko'z o'ngida qog'oz yo'lbarsga aylanib, o'z qudratini sharmandali tarzda shubha ostiga qo'yadi. Washington hozirda mintaqaga USS Abraham Lincoln aviatsiyasi boshchiligida 50 mingdan ortiq askar va eng zamonaviy F-35S Lightning 2 qiruvchi samolyotlarini joylashtirdi. Bu 2025-yil iyunidagi yarim tun bolg'asi operatsiyasidan ko'ra masshtabliroqdir. O'shanda AQSh faqat yadroviy obyektlarni, Fordo, Natanz, Isfahonni nishonga olgan edi. Bugungi nishon esa Eronning ichki boshqaruv tizimi, Islom inqilobi korpusi muhofizlari va basish bo'linmalarini falaj qilishga qaratilgan. 2026-yilning 31-yanvariga kelib, Eron va AQSh o'rtasidagi ziddiyat sovuq urush bosqichidan ham ochiq to'qnashuv ostonasiga o'tdi. Bugungi kunda Eronning Hormuz bo'g'ozida e'lon qilingan 2 kunlik jangovar o'q otish mashqlari shunchaki harbiy tayyorgarlik emas, balki Washingtonning armadasiga nisbatan Tehrondan kelgan tezkor va aniq javobdir.
Ushbu vaziyatni keng ko'lamli tahlil qiladigan bo'lsak, biz 2025-yil iyunidagi 12 kunlik urushdan butunlay farq qiluvchi va Donald Trampning Venesueladagi muvaffaqiyatini Eronda takrorlashga bo'lgan qaltis urinishini ko'ramiz. Donald Trump 3-yanvarda Nikolas Maduroni o'g'irlab ketish orqali erishilgan tezkor g'alaba ssenariysini Eronda ham qo'llashni rejalashtirayotgan bo'lishi mumkin. Ammo tahlilchilar bu borada jiddiy ogohlantirishmoqda. Eron Venesuela kabi yer chizib qoladigan davlat emas. Eronning xavfsizlik arxitekturasi tog'lar ostida va chuqur bunkerlarda joylashgan gidra, ya'ni ko'p boshli ajdarho tizimiga asoslangan bo'lib, rahbarlarni yo'q qilish orqali rejimni bir kunda qulatish amalda imkonsizdir. Aksincha, bunday urinish Frank Garder bashorat qilgan mutlaq xaos va Suriya ssenariysiga yo'l ochadi. Eronning bugungi javobi Hormuz bo'g'ozida o'q otish mashqlari Gardnerning 5 va 6-ssenariylarga mos keladi. Dunyo neftining 20% o'tadigan bu tor yo'lakda Eronning tez yurar minalashtirilgan qayiqlari AQSh kemalari bilan to'qnashuv yo'lida harakat qilishi har qanday tasodifiy xatoni global iqtisodiy falokatga aylantiradi. Agar bo'g'oz yopilsa yoki AQSh kemasi cho'ktirilsa, neft bir sutkada $180 dan oshib ketishi muqarrar. Eron Hormuz bo'g'ozini minalashtirish orqali dunyo savdosini blok qilib qo'yishi mumkin. Dunyo bo'ylab neft va suyultirilgan gaz eksportining qariyb 20-25% aynan shu tor yo'lakdan o'tadi. Bo'g'ozning yopilishi global neft narxlarining osmonga chiqishiga va jahon iqtisodiyotining falajlanishiga olib keladi. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Arakchining raketalar va mudofaa tizimlari hech qachon muzokaralar mavzusi bo'lmaydi degan qat'iy bayonoti shuni ko'rsatadiki, Tehron o'zining strategik tishlaridan voz kechish niyatida emas va kerak bo'lsa butun mintaqani olov ichida qoldirishga tayyor. Biz AQSh tomonidan bo'layotgan tahdidlar haqida bir necha bor bayonot berganmiz. Islom Respublikasi Eron muzokaralarga ham, urushga ham tayyor va bugun 12 kunlik urushdan oldingi davrga nisbatan yanada tayyorroq. O'shanda bo'lgani kabi biz tajovuzkor kuchlarga qat'iy javob berganmiz va bu safar ham shunday bo'ladi. Mening fikrimcha AQShning to'g'ridan to'g'ri aralashuvi sabab shart-sharoitlar avvalgi mojarodan jiddiy farq qiladi va afsuski ehtimoliy urush ikki tomonlama qarama-qarshilik doirasidan chiqib ketishi mumkin. Ilgari ham aytganimdek umid qilamanki, oqilona yondashuv ustun keladi va mintaqani to'liq ko'lamli urushga tortmoqchi bo'lganlar o'z maqsadlariga erishmaydi. Xavfsizlik bo'yicha ekspert Frank Gardnerning tahlilicha, Amerika Eronga hujum qilgan taqdirda ham rejim omon qoladi, lekin tishsiz bo'ladi. AQShning shiddatli zarbalaridan so'ng Islom Respublikasi saqlanib qolishi mumkin, biroq u o'zining tashqi tajovuzkorligidan voz kechishga majbur bo'ladi. Ya'ni mintaqadagi radikal guruhlarni moliyalashtirishni to'xtatadi, yadroviy va ballistik dasturlarni jilovlaydi. Muammo Eron rahbariyati so'nggi 47 yildan beri o'zgarmas ekanini isbotlab kelmoqda. Ularning taslim bo'lishi deyarli imkonsiz. Yana bir siyosatchining tahlillari esa butunlay boshqacha. Bu to'qnashuv mintaqaviy yong'inga aylanadi. Venesueladan farqli o'laroq Eronning Hizbulloh, Husiylar va Iroqdagi proksi kuchlari butun mintaqani Isroildan tortib Saudiya Arabistonigacha bo'lgan barcha AQSh bazalarini ballistik raketa va dronlar ostida qoldiradi. Bundan tashqari Eronning 92 millionlik aholisi va 600 mingdan ortiq doimiy askarga ega armiyasi bor. Venesuelada iqtisodiy tanazzul rejimni zaiflashtirgan bo'lsa, Eronda o'tgan yilgi iyun zarbalar va joriy namoyishlar xalqni g'azablantirgan, ammo tashqi tajovuz vaqtida millatchilik tuyg'usi rejim atrofida birlashishga olib kelishi mumkin. Donald Trampning bizda ulkan flot bor va undan foydalanmasligimizga umid qilaman degan so'zlari aslida ochiq tahdid emas, balki o'zi ham qo'rqayotgan global xaosdan qochishga urinishdir. Chunki 92 millionlik Eronning parchalanishi keltirib chiqaradigan millionlab qochqinlar oqimi nafaqat yaqin sharqni, balki butun Yevroosiyo va Markaziy Osiyo tinchligini yer bilan bitta qiladi. Prezident Trump Fors ko'rfaziga o'zining ulkan armadasini yuborib, mintaqaviy harbiy ar-inini g'ullatib qo'ydi. Ammo vaziyat chigallashgach, ya'ni Eron o'z javob mashqlarini boshlagan bir paytda u Oq uydan turib, aslida ular kelishuvni xohlashadi degan xotirjam va tinchlikparvar bayonotlarni bermoqda. Trampning bu taktikasi bir vaqtning o'zida ham tahdid, ham chekinish yo'lagini yaratishga qaratilgan bo'lishi mumkin.
Biroq Tramp Erondan qo'rquvini sirtida ko'rsatmoqchi emas, o'zining ulkan flotini Venesuela bilan qiyoslab, uni shunchaki suzib yurish uchun emas, balki shafqatsizlik bilan harakat qilish uchun yuborganini ochiq aytdi va yaxshilik ishi muzokaraga undamoqda. Ulkan bir armada Eron yaqinida katta kuch, ishtiyoq va maqsad bilan buyrug'imizni kutyapti. Bu Venesuelaga yuborilganidan ham kattaroq flot. Venesuelada bo'lgani kabi u o'z missiyasini agar kerak bo'lsa shiddat va zo'ravonlik bilan tezkor bajarishga tayyor, xohishli va qodir. Umid qilamanki, Eron tezda stolga keladi va adolatli, teng huquqli kelishuvga erishadi. Yadro qurolisiz bu barcha tomonlar uchun yaxshi bo'ladi. Vaqt tugayapti. Vaqt hozir, g'animat. Trampning bu safar Eronga nisbatan qo'yayotgan shartlari shunchaki yadro dasturidan voz kechishni emas, balki Eronning butun harbiy va siyosiy tuzumini o'zgartirishini talab qilmoqda. Forslarning yakuniy javobi esa shunday. Aroqchining ta'kidlashicha, Eronning mudofaa qobiliyati va raketa tizimlari hech qachon muzokara mavzusi bo'lmaydi. Bitta tomon o'z shartlarini diktatovka qilishi bu muzokara emas, bu majburlashdir. Eron bunday sharmandali muzokaralardan ko'ra urushni afzal ko'radi. Rejim faqat o'zaro hurmat va tahdid larsiz muhitda muzokaraga tayyorligini bildirdi. Xulosa shuki, Trampning Maduroni o'g'irlash orqali erishilgan taktik muvaffaqiyati Eronda ish bermaydi. Eron markazlashgan shaxsga sig'inuvchi diktatura emas, balki chuqur ildiz otgan mamlakatdir. Birgina rahbarni yo'q qilinishi tizimni qulatmaydi, balki gidra effektini berib, mintaqadagi o'nlab proksi guruhlarning nazoratdan chiqib ketishiga va mutlaq xaosga sabab bo'ladi. Tramp buni allaqachon anglab yetgan. Vaziyat muzokara bilan yumshaydimi yoki to'qnashuvga aylanadimi? Endi buni vaqt ko'rsatadi.